Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mana bugungi suhbatimizda bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni farzand uchun eng katta tarbiya nima? U nasihatmi yoki ota-onani amalimi deyilyapti. Endi bu yerda farzandni tarbiyasiga birinchi o'rinda ota-ona mas'ul. Ota-onaki farzandini tug'ilgandan boshlab yaxshi tarbiya qildimi, uni kelajagi ham porloq bo'ladi. Keyingi ustozlarda ta'lim olganda ham oson bo'ladi. Agar ota-ona beparvo bo'lsa, yoshligidan unga bismillohni o'rgatib, o'ng qo'li bilan ovqat ye, qo'lini yuv, u bu deb bolaligidan o'rgatib boraversa, balog'at yoshiga yaqinlashgandan keyin toat ibodatlarga o'rgatsa, ana undan keyin u mustaqil mana bu savodlarni chiqarib mustaqil bo'lgandan keyin endi ota-onadan boshqa endi ustozlarga, pir ustozlarga qarab ketadi. Ana endi shunda ham juda gap katta. O'sha qaysi yo'ldan tanladi u? İnson musulmon borki, avvalo o'zini islomiy yo'lini tanlash kerak. Bu dunyoviy ishlar ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda mana shu musulmonchilikni shu hamma qatori, hamma musulmonlar qatori ado etish uchun inson o'sha tahoratdan boshlab namoz, ro'zalarni, ahkomlari, farz va vojiblarini o'rganish kerak. Tahoratdan boshlab g'usl, bu 5 vaqt namoz, tarovihlar, nafil namozlar hammasini ustozdan yoki ota-onalar yaxshi bilsa, ota-onalar o'rgatib borish kerak. Shunda shu nasihat ham kerak, albatta. Endi farzand gapni tushunadigan bo'lib voyaga yetgandan keyin ota-ona farzandlari uchun pand va nasihatini hech qachon ayamasin, darig' tutmasin, nasihat qilaversin. Chunki ota-onani amaliga qarab ta'sirlanadigan farzandlar kamdan kam bo'ladi. Ota-onam nima qilsa o'shani qilaman deb ketaversa bo'lmaydi. Ota-onasi balkim yaxshi ishlarni qilar, balkim noto'g'ri yo'llarda yurgandir. Ota-onadan ham ko'ra mana shu agar ota-onasi shunaqa ustozlikka ham yaraydigan darajada bo'lsa, ota-onani ustoz deb qabul qilsa ham buni zarari yo'q. Ammo farzand ota-onadan boshlang'ich tarbiyani oladi. Mana shu boshlang'ich tarbiyada gap ko'p juda. Islom diniga ixlos e'tiqodli qilib tarbiyalayaptimi ota-onasi yoki dunyoviy ilmlarga targ'ib kuchaytiryaptimi? Ikkalasi ham kerak. Ammo birinchi o'rinda eng asosiysi iymon, ixlos, musulmonchilikni farzandga birinchi o'rinda o'rgatishimiz kerak. Ota-onalar mas'ul bunga. Ota-onani mas'uliyati Alloh taoloning oldida shu bolani yoshligidan tili chiqishi bilan kalimani aytkizib, mana shu islom dinini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bu musulmonchilik qiyin emas o'zi. Unaqa qiynalib o'rganadigan narsa emas. İnsonni o'zini tabiatini Alloh taolo moslab qo'ygan bunga. Shuni xohlasangiz bo'ldi. Ota-ona xohlasa farzandini yoshligidan musulmon qilib qo'yadi. Endi dunyoviy ishlar, dunyoviy ilmlar o'z yo'lida ular ham davom etib ketaveradi. Ammo biz musulmon avlodimizmi? Qiyomatgacha bizlarning zurriyotlarimiz ham musulmon bo'lib boradilarmi? Biz birinchi o'rinda mana shu farzandlarimizga islom dinini asosiy ahkomlarini o'rgatib qo'yishimiz kerak. Mana shu bizlarning vazifamiz. Shuning uchun Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, avlod va zurriyotlarimiz avvalo ota-onalari kabi islom dinida, hatto ota-onalardan ham tashqari pir va ustozlarning yo'llaridan davom etishlarini Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni avlod va zurriyotlarimizga nasibi ro'zi aylagan bo'lsin.
Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.